Sen qachon kelding o'zi? Yaqinda keldim o'rtoq. Ishlaring yaxshi bo'ldi? Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Nima gaplar? Nima yengilinglar? Gap yo'q o'rtoq, kelib oldim. Yaxshi, xudo xolasa. Qara telefon bo'lyapti shekilli senga. Hozir bir minut, uzr. Alo. Ona? Bo'ldi, boryapman. Nima gap do'stim? Ishlaymi? Tinchlik o'rtoq. Uyga ketmasam bo'lmaydi. Nima? Shunchalik shoshilinch? Shoshilinch. Qancha bo'lmadi kelganing? O'rtoq uydagilarni chaqirib ketmasam bo'lmaydi. Bo'ldi, to'xta, shunchalik shoshilinch bo'lsa, Ziyod taksiga telefon qilaman 12:28. Bo'ldi. Boshi qolib ketdi bu. Yomon kutib turyapti. Mayli, gaplash yana o'zing. Alo. Qayerda qolding? Kelyapsanmi sen? Bollarim mana kelib qoldim. Ozgina shashmay turinglar, bitta joyga kirib qolib ketib qoldim mana. Keldim mana. Sen oddiy bir taksi bo'lsang, mencha qolib ketasan. Qayerda yuribsan o'zi? Bo'l tez-tezki. Qaysi ko'chaga kirib qoldi? Bilmasan. O'rtoq, gaplashamiz. charchama. Xo'p. Uzr o'g'lim, ayzigina kech qoldim, qayerga ekan? Dada. Do'stlar, bu videomiz ibrat uchun olindi Ziyo bilan hamkorlikda. Xullas do'stlar, bu videoni olishimizdan maqsad kimnidir ustidan kulish yoki kimnidir yerga urish niyatimiz yo'q. Ilxiralik bo'lmasin. Hammaga rahmat.